varishli panel joylashtiriladi va vitiskasi qo'yib beriladi. Narxi esdan chiqib qoldi, 3 400 ming so'm ekan. Buni ham tepa chiroqlarini ham tayyor qilib, montaj qilib qo'yganmiz. Assalomu alaykum, Ravza mebel obunachilari. Bugun bozordagi sotuv joyimizdan standart oshxona mebellarimizni YouTube kanaliga joylab boramiz. Xudo xolasa, kuzatib boring, obuna bo'lib qo'ying. Birma-bir narxlar bilan va uning razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu qarshida turgan oshxona mebelimiz o'lchami 280, balandligi 220. Buni materiali akril hisoblanadi. Doskasiga 308 lik qalin stalistadan qo'yib berganmiz, rossiyskiy. Bu ham orqasiga og'ira bo'lib usta chaqirib kafel bosish shart emas. Bizning mebellarimizda tayyor kafellari bilan birga boradi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, 6 million 400 ming so'mga dastavka xizmati ichida yetkazib beramiz. Buni qarshida turgani 270 lik uzunligi. Bu ham akril materialdan hisoblanadi. Oshimoshlari vakuumlik, g'aladonlargacha dag'ovchilik. Buni ham doskasi 308 lik stansiyadan qo'yib berganmiz. Buni narxi 4 million 200 ming so'm. Buni orqasiga PX mramor tekstalitdan bosib qo'yganmiz. Keyingi mebelimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi mebelimizni uzunligi 240, balandligi 220. Bu mebelimizning narxi 4 million so'm. Chap tomonimizda turganimiz ham ko'rib turganlaringdek, bu ham 270 lik hisoblanadi uzunligi. Buni ham narxi 4 million 200 ming so'm. Mana shunday ko'rib turganingizdek, ajoyib ranglardagi PX mramorda bosib qo'yganmiz. Xo'p, undan keyingisi 2 metr, uzunligi 2 metr. Bu yerga pechga joy tashlaganmiz. Bularda ham ustidagi chiroqlari montaj qilib qo'yilgan, tayyor qilib. Kulchatirlargacha moslab qo'yganmiz. Og'ir bo'lib elektrik chaqirib ulatishingizga hojat yo'q. Buning narxi 3 million 800 ming so'm. Xo'p. Bitta pauza. Masalan, esdan chiqib qoldi. Narxi esdan chiqib qoldi. 3 million 400 ming deb ketavering. Xo'p. Endi qayerda qanday qo'shorsak bo'ladi hozir? Shu davom etaveramiz. Endi bunga o'tamiz deb ketaveramiz. Sizlarga ham mana shunday oshxona mebellari zarur bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling, yetkazib beramiz. Hozirgi aytib o'tilgan narxlar Farg'ona viloyati bo'yicha yetkazib berish xizmati bepul hisoblanadi. Sizlarga qanday razmerdagi oshxona mebellarining narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarimizda albatta o'shalarni obzor qilib chiqamiz. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Mebel vaqtlar yurgan do'stingizga ham ulashib qo'ying.